Assalomu alaykum aka. Xush kelibsiz aka. Bering hisoblab beraman. Bo'ldimi shuni o'zim? Nech pul bo'pti aka? Sizlardan 49 ming bo'ldi aka. Mana aka. Kimingizda achigim yo'q edi. O'rniga qurtma, konfetmi ola qoling. Bo'ldi aka, summasiga to'g'ri kelsa beravering. Mayli, mana shu qurtdan olaveraymi? Anvar, men senga talashib o'tiribsanmi? Odam sharmanda qilib qo'yaman, qurt bilan ketdi. Aka, mana ikkita qurt oldim. Hisobli do'st ayrilmas. Rahmat, charchamang. Ketdi o'rtoq, bolalar ham xursand bo'ladi. Menga qara Anvar, men sen uchun magazinchi bilan talashyapsan. Odamni vashti sharmanda qilyapsan. Xafa bo'lma, men sen bilan boshqa magazin kirmayman. Bolalarim yoldim mashina xursand bo'lsin deb. Nimaga men bu yerda haqqimni tashab chiqib ketishim kerak? Bularni bo'yniga ham qarz qilib tashab ketamanmi? Ertaga javobgar bo'lib qolmaydimi? Har safar 50 so'm, 100 so'm, 1000 so'm, 2000 yig'ilib qarz bo'lib qoladi-yu bular. Qanaqa javobini beradi ekan ular? O'sha qancha pulim qolsa ham o'shanga to'g'ri keladigan narsa olib chiqib ketaman. Qurtmi, semichkami, boshqami? Olib borib bolalarimga beraman, xursand bo'ladi. Adam nima bo'lsa ham olib kelibdilar deb. O'zingni haqqingni tashab ketmang. Sani puling ko'payib ketgan bo'lsa, meniki ko'payib ketmagan. Men anta halollab ishlab topganman pulimni. Hech kimga tashab ketadigan ortiqcha pulim yo'q meni. Bo'pti. Olib borib bolalarimga beraman, xursand bo'ladi. Adam nima bo'lsa ham olib kelibdilar deb. Sani puling ko'payib ketgan bo'lsa, meniki ko'payib ketmagan. Menga shart emas. Axiror rozi qilib keta qoling, mayli, ishingizni bitirib beramiz. Xo'p. Anvar, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Anvar, bir ikki so'm puling bo'lsa berib tur. Bilaman, puling bor, yo'q emas. Senga ishongancha oldingni kelyaptim. Hozircha imkoniyatim yo'q edi. Bilasiz, qo'limizda pul turmaydi. Hammasi оборот aka. Imkoniyatim bo'lsa, lekin o'zim aloqaga chiqaman aka sizga. Mayli. Sog' bo'ling aka. Siqib, puli bo'lib turibman, berman. Hali sen shoshmay tur, ko'rasan mendan. Axir, men Anvar sen sherigimidi? Ha? Cho'ta orqasidan yaxshi gaplar eshitmayman. Mashina ko'p kesdi. Ertini sen ham unga qo'shilib, qamalib ketmagan. O'zi meni yaqinim bo'lganing uchun senga aytayapman. Yana o'zing bilasan. Marraz. Mayli aka, rahmat etganingiz uchun. Bir narsa qilarman. Axiror yaxshimisan? Telefon qilsam, telefonni olmaysan. Tinchlikmi o'zi? Nima bo'pti? Men senga o'xshagan haromxo'rlar bilan boshqa ishlamayman. Hisob-kitobingni qilgin deb pulingni olib ketdim. Senga kim nima deganini bilmayman-u. Men bir tangani ikkita tomoni bor. Ikkita tomoni ham bir-biriga o'xshamaydi. Sen bir tarafiga qarab xulosa qilmagin. Men sen bilan bozorgacha emas, mozorgacha bormoqchiman. Sog' bo'l. Ertini sen ham unga qo'shilib, qamalib ketmagan. O'zi meni yaqinim bo'lganing uchun senga Do'st faqat og'ir kuningizda emas, yaxshi kuningizda bo'ladigan bo'lsa, u do'st emas. U kerak emas sizga. Umuman esdan chiqarib tashlasangiz bo'ladi. Men sizga sababini tushuntirib beraman. Faqat yaxshi kuningizda, tug'ilgan kuningizda, to'yingizda, choyxonangizda bir nima maishat, bazm, nimadir bo'ladigan bo'lsa, hammasi keladi. Hammasi keladi. Pulingiz bormi, yo'qmi, nima unga qarab o'tirmaydi. Maishatmi, yig'ilishmi, boshqami hammasi keladi. Lekin nima kuningizda oldingizda bo'lmaydi? Hammasi boshingizga tushsa, puldan qiynalsangiz, ishsiz qolib ketsangiz, nimadir muammolaringiz bo'ladi-ku, ana shu kunda hammasi bo'lmaydi. Bo'lsa bitta, ikkita, uchta, to'rttasi bo'lishi mumkin. To'rttasi ham emas, bir uzoq bir 3 ta odam bo'ladi. 3 ta o'rtog'iz urush yonib ketdi, avariya bo'ldi, u hamda odam o'libdi, hamda unaqa bo'libdi degan narsa bo'lsa-chi, odamlar ko'radi-da. Lekin odamning ibrat bo'ladigan narsa bo'ladigan bo'lsa-chi, ko'rmaydi-da, aka. Biz nimani qilib beryapmiz? Biz bu sohaga kirishimizdan maqsad pul topish emas. Pul topish maqsad bo'lgani bizni bayon qilgan bo'lardi. Alloh uchun bitta qiyomatli do'stingiz bo'lsin. Agar yaxshi kuningizda oldingizda bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, unaqa odammicha qo'pol qilib aytganda, pivnushga kirib ham topilasiz. Pivnushga kirib 50 ta qo'yasiz-da, 50 ta qo'yib, u bilan ichib ham, maishat qilib ham o'rtoq bo'lsangiz bo'ladi. Oilaviy va ulfatlar bilan chiqib dam olish uchun maza qilib ketadigan zo'r lokatsiyadagi dachani ko'rsataman. Bitta ko'ramiz. Men telefon raqamlarini qoldirdim, bemalol aloqaga chiqaverasizlar o'rtoqlar. Kelib mazza qilib oilaviy dam olib ketish kerak yoki ulfatlar bilan ichkilik va boshqa narsalar umuman mumkin emas ekan. Juda ham toza, ozoda, zo'r dacha. Hammaga maslahat beraman, kelaverasizlar. Sog' bo'linglar. Aka, men uzr ko'ringa qoldim. Shoshib o'tgandim. Asfot bo'lsa ayting beraman.
Aka, gilaringiz o'zimizga yetishtirma qiladi. Demak ekanu, siz o'zingizga qoling, men o'zimnikini qolaman. Aka, rahmat, tushunganingiz-chi. Qisi yo'q, aka. Insondan yaxshilik qoladi. Salomat bo'ling. O'lsin, shu payt ham shunaqa bo'ladi, shoshayotganda. Moyim ham kamayib ketdi. Assalomu alaykum, aka. Bu yordam kerak emasmi? Moyim qorayib, kamayib ketib qolibdi. Ko'chaga chiqishga qo'rqaman hozir. Aka, menda ozgina moy bor edi. Dalifga qilib molxonaga yetib olsangiz bo'ladi. Hozir olib beraman. Aka, mana shu moyni dalifga quyib turing. Iloji bo'lsa mana shu German moyini quyib yursangiz zo'r. Aka, Toshkentda ko'p to'ch kelardi bu. Bu sifatli Germaniyadan keladi. Aka, joningiz sog' bo'lsa, rahmat kattakon. Narxini ish bilib bo'ladi buni. Aka, nima deganingiz bu? Ishlaringizni bitirib oling, insonlar yaxshilik qoladi. Onasi. Charchi deysanmi? Yo'lni olib boraman. Aka, mashina qarz yozib olasizmi? Pulim bo'lganda tashlab ketaman. Aka, uzr, qarzga bera olmayman. Qarz ketdan qarz bo'lib ketadi. Aka, shunda olib ketavering. Men roziman. Insonlar yaxshilik qoladi. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat kattakon. Insonlar faqat yaxshilik qoladi. Yaxshilik qilishdan to'xtamang. Shu videoni yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz.